366 diametr, 1 metr chuqurlikdagi basseynimiz. Ustanovka jarayoni. Ochganimizda shunaqa turbalar mana uni ichidan chiqadi, ajratdik. Dumalag'i basseynning yuqori qismiga bo'ladi. Mana avvalgi shakldagisi va oyoq qismi basseynimiz. Ajratib olamiz. Mana temirlarimizni basseynimizni yuqori qismiga joylab chiqamiz. Iloji boricha issiqda ozgina oltiga quyoshga qo'yib qo'ysak, bu yumshoq bo'lib qoladi. Yig'ishga oson holatga kelib qoladi. Teva qismidagi turbalarni tiqib chiqqanimizdan keyin hammasi tiqildi. Endi buni burchak bir-biriga ulaydigan joyi bor. Hammasini bir-biriga ulab chiqamiz. Shu ko'rinishda bo'ladi. Hamma tomondan imkon qadar bir xil chiqib turganligiga e'tibor beramiz. Oxirgisini ulayotganda qiynalmaslik uchun. Ulash jarayoni mana shunaqa oddiy. Oyoq qismini pastga qaratib oxirigacha kirgizib qo'yamiz. Bo'lmasa oxirgisida qiynaladi. Markazga qo'yib qo'yamiz. Xo'p, mana shu joyda hammasini davom ettiramiz. Yumaloq basseynda o'rnatilishidagi eng murakkab joyi mana shu oxirgi ulagichni joyiga qo'yib olish. Ko'pchilik buni joyiga tushira olmasdan kesaman deydi. Kesish kerakmi, joyiga tushmayapti yo buni eritish kerakmi deyshadi. Yo bu shu joyiga tushadi. Buni zid tushishini sababi basseyn yaxshi turishi uchun. Agar bu shunchaki tushib qoladigan bo'lsa, suv to'lganda stoykalar chiqib ketadi. Shuning uchun tushishi qiyinroq bo'ladi. Ozgina shunga e'tibor berib turasizlar. Buni yana ham osonlashtirish yo'li, agar uyda 2-3 ta odam bo'lsa, ikkita tomondan sal tortib turishsa, yana ham oson bo'ladi. Yoki mana uni ikki tarafdan ko'tarib, tepaga ko'tarib turish kerak bir xilda. O'rnatish oson, qarab turinglar. Jog'ini bir-biriga tirab, shunchaki pastga bosish kerak. Ikki tarafdan ko'tarib tursa odam osonroq bo'ladi. Shunchaki pastga bossiz tushib qoladi. Basseynimizni oyoq qismini o'rnatish ham ozgina tushib oladigan joyi bor. Shunday tushmaydi. Ko'pchilik qiynalyapti ekan. To'g'rilicha tushmaydi. Iloji bo'lsa mana yerga qo'yadi. Burchagini oldin kirgizib olasizlar bir tarafini. To'g'ri bosib qo'ysalar bo'ladi. Buni qiyin tushishi sababi mustahkam turish kerak. Shunchaki chiqib ketib qolmaslik kerak. Mana bu tomoni bilan tushunadi. Qo'lda tushun. Oson, faqat ozgina shuni olsa bo'ladi. Faqat ketib qoladi. Ulagichlarni hammasini ulab chiqib bo'lganimizdan keyin oyoqlarini mana qoralarini tikdik. Endi mana tagida shunaqa materiali bo'ladi. Shunga ham hushyor bo'lasizlar, kamari. Bu agar tiqilmasa oyoqlari sinib ketadi. Bitta oyoqlarini hammasini tiqib chiqasizlar, shu bilan basseyn tayyor. Shu tartibda hammasini bitta mana shu joyini unutmaysizlar.
qilib qo'yish kerak edi. Qolib ketmaslik kerak. Shu bilan mana basen tayyor. Paylarni tortib chiqasizlar va suv to'ldirib, ozgina suv to'lganda bir 2 sm suv quyish jarayonida yana tekizlab chiqasiz. Chunki mana bu tirishlari g'ijim holati agar suv to'ldirib qo'yganingizdan keyin shunday qolib ketadi, to'g'irlab bo'lmaydi. Shuning uchun ozgina suv to'layotgan jarayonda to'g'irlab chiqasiz. Xo'p, bu modelimizda filtr ham bo'ladi. Tartilish filtr. Asosiy filtr katrejli filtr deyiladi. Shu mashinani katreji bilan bir xil. Mana shu narsa chiqadi ichidan. Buni yuvib ishlataverasiz, kir bo'lib ketadi. Haftada bir marta yuvib, bir oyda bir marta almashtirsalaring yaxshi xizmat qiladi. Qismlar chiqadi mana. Ajratib olamiz mana. Intex basenlarda filtr ulashning ikkita qismi bo'ladi. Bittasi pastroqda, bittasi nisbatan yuqoriroqda bo'ladi. Rasmiy pastroq deydi, mana dushga o'xshagan belgisi bor. Mana shunisi. O'zi dushga o'xshaydi bu tarafi. Bu basendan suvni filtr tortadigan taraf. Suv tortiladi bu tarafdan. Ko'pchilik o'ylaydi, bu suv chiqadigan taraf, dushga o'xshagan uchun suv chiqadimi deb o'ylashadi. Yo'q, bu suv tortadi. Nimaga bunaqa desangiz, shu kirlarni olib qolish uchun bunaqa setka qilingan. O'zi rasmini qo'yib qo'ygan, shuni teskari qilib qo'ymaysizlar. Bu basenimizda mana ichkaridan olsalaringlar, nisbatan pastroq qismida bo'ladi. Suv kiradi, bu yoqdan chiqadi. Mana bu narsa shu tomonga qo'yiladi. Mana basenga siz qarab turganingizda chap tomonda joylashgan bo'ladi. Dumalaqda ham to'rt burchakda. Mana bu tomonda mana buni qo'yamiz. Mana bu qismni pastga mana bu qismini pastga joylashtirib qo'yamiz. Buning sababi suv napor bilan kelganda mana bu joyga kuch keladi, mana bu material yirtilib ketmasligi uchun mana ushlab turadi shuni. Mana kichkinani mana shu joyga qo'yamiz. Bu narsa qopqog'i ham bor. Agar qopqog'ini ochib qo'ysangiz, mana ichidan chiqayotgan suv havo bilan chiqadi, chiroyli ko'rinib turadi, ijir-ijir bo'lib. Buni yopib qo'ysangiz shunchaki chiqadi suv. Intex'da ba'zi modellarida shunaqa bo'sh korobka chiqadi, bo'sh korobka. Buning sababi nima desangiz, narsalar yaxshi joylashish uchun, qimirlamasligi uchun bo'm-bo'sh bo'ladi. Ba'zi bir mijozlarimiz bizdan so'rab qolishadi, ichida narsani olib qo'ymaganmisizlar, yo birakbasmi, yo bu birakbas, shunchaki bo'sh korobka bo'ladi. Narsalar mustahkam kelishi uchun solib qo'yiladi bu. Shunaqa xomutdan 5 ta chiqadi. O'ta qattiq qilib olmaydi, mana normada bo'ladi, sinib ketib qolmasin. Hozir dushli qismini ko'rsatdim. Mana rasmi bor. Yuqori qismiga ulaymiz. Filish belgisi bor işte. Xomut yordamida qatirib qo'yamiz. Hech qismi ham xuddi shu tartibda mana bu tomonga. Rezinkasiga e'tibor beramiz, o'ynab ketib qolmasin. Yana bitta xomutimiz mana bunga ham bor. Mana o'zimdan basenga suv to'lmaguncha hech qachon ulamay turamiz. E'tibor beramiz. Kuydirib qo'yishimiz mumkin. Yaxshilab yopamiz. Basenga suv to'lgandan keyin mana bu shilankasidan suv yurayotganiga e'tibor berib, mana to'ldirib olamiz. Suv kiradi, mana shilanka ichida suv to'ladi. Undan keyin ulab turib, mana bu teva qismini chapga ozgina burab, havosini chiqarib olamiz. Ko'p ochib olmaymiz, ozgina ochsa o'zi havo bilan birga mana shu joyda suv chiqishni boshlaydi. Shu payt darhol yopamiz. Shu bilan filtrimiz ishlashga tayyor. Eng kamida mana shu dush qismidan oshgandan keyin ishlatiladi filtr.